Assalomu alaykum aziz kitobsevar kitobxonlar. Men Ulug'nor axborot kutubxona markazi mutaxassisi, siz azizlarga O'zbekiston xalq yozuvchisi Tog'ay Murodning Yulduzlar mangu yonadi asarini o'qishga tavsiya qilmoqchiman. Tog'ay Murodning Yulduzlar mangu yonadi asari uning nomini mashhur qilgan ilk asari hisoblanadi. Ushbu qissa 1976-yilda yozilgan. Asarda kurashchi polvonlar, ular o'rtasidagi munosabatlar, xalqimizning azaliy urf-odatlari, to'y hashamlari aks ettirilgan. Asarning bosh qahramoni Bo'ri polvon obrazi orqali haqiqiy er-yigit qanday bo'lishi, or nomus, vijdon, mardlik tuyg'ulari ulug'lanadi. Asarda Bo'ri polvonning samimiy muhabbati, bu muhabbatning do'sti Nasim tomonidan toptalishi ham aks etgan. Ushbu qissada Bo'ri polvon tilidan farzandlar hayotga beparvo qaraydilar. Musibat bilan xursandchilik farqiga bormaydi. Farzandlar o'zlari minayotgan mashinaga o'xshaydilar. Odam kim-u, mashina kim bilib bo'lmay qolyapti kabi jumlalar orqali hozirgi zamon va yoshlar haqidagi fikr-mulohaza, tashvishlar bayon qilingan. Asarda Tog'ay Murodgagina xos bo'lgan o'ziga xoslik, shevalardan, xalq maqol va iboralardan unumli foydalanganining guvohi bo'lasiz. Polvonlarning samimiy suhbati, or nomus uchun kurashi juda jonli tasvirlangan. Bir umr kuragi yerga tegmagan polvon, Bo'ri polvonning ilk mag'lubiyati va undan so'nggi kechinmalari sizni befarq qoldirmaydi. Ushbu asarda yigit kishi uchun mardlik, or nomus, qadr-qimmati naqadar yuqori qiymatga ega ekani, insoniylik, sof tuyg'ular, chin do'stlik kabilar ulug'lanadi. Asarda Nasim obrazi orqali sotqinlik, do'stga xiyonat, birovning tuyg'ulari ustidan kulish, sevgisini toptash kabilar aks etgan. Hurmatli kitobxonlar, siz azizlarga O'zbekiston xalq yozuvchisi Tog'ay Murodning Yulduzlar mangu yonadi asarini o'qishga tavsiya etamiz. O'qing, ibrat oling, mutolaa zavqini his eting.